Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzumni mevasini tahir bo'lib qolishi bu tabiiydir. Odatda ba'zi uzumlar mevasi tahir bo'lib qoladi. Bunga sabab uzumni tashqi turli xil ta'sirlardan o'zini himoya qilish xususiyati hisoblanib, ana shu tashqi ta'sirlardan himoya qilish uchun uzum o'zini organizmida tanin moddalarini hosil qiladi. Tanin moddalarini. Bu moddalarni fenol birikmalari deb ataladi. Fenol birikmalari uzum organizmida glyukoza bilan, oqsil bilan oson birika oladi. Va natijada o'zini tashqi ta'sirdan, mikroblardan, bakteriyalardan, viruslardan, zamburug'lardan va hasharotlar keltirib chiqaradigan va mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan asoratlardan o'zini himoya qilish uchun shu moddalarni ishlab chiqaradi. Va uzum o'zini nihoyatda baquvvat, polvon his qiladi. Mevasini esa osongina pishirib oladi. Ammo uzumda birozgina tahirlik saqlanib qoladi.